Bugun videoda sizlar bilan biz ya'ni qishloq rivojlantirish ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Akalar, sizlarga kattadan rahmat. Mening kanalimda 11 ta obunachi bo'ldi. Sizlar uchun obunalaring uchun kattadan rahmat do'stlar. Meni qo'llab-quvvatlaganlaring uchun sizlarga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Xo'sh bo'lsam biz qishloqni rivojlantirishga o'tamiz. Xo'sh. Hammamiz hozirchalik yaxshi. To'xtanglar, mana shu yoqqa bitta o't qo'yib qo'yaylik-da. 5 daqiqa. Qani endi. Xo'sh. Katta rahmat, 11 ta obunachi bo'ldim. Xo'sh. Nerede? Xo'sh. Buni o'tirib. Xo'sh, ketdik. Do'stlar, men o'tgan safar portal qurdim. O'tgan videodami yoki bildirmay qo'yib qo'yganman, bilmayman, qilaymiz. Xo'sh, bo'lmasam ketib tashladik. Tezroq men survival rejimiga o'tishim kerak edi-ku, mayli ketdik. Sush burchaga ketdik. Qotoq. Bedrockgacha qo'ylaganman. Xo'sh, ketdik. Bu ham ketdi. Xo'sh, ishga qo'ysak bo'lmasa jiddiy tushib ketmasin. Do'stlar, survival rejim o'tgandan keyin mana akalar, mening kuchukchalarim, ikkita kuchukcha bor, keyin mana bittasi ko'rganlaringdek. Xo'sh, survival rejimga o'taman. Xo'sh, mana survival rejimiga o'tdik. Endi biz sizlarga o'qib berishimiz kerak. Qo'yamiz ozgincha. To'xtalib boltamizni tashlab chiqaylik. Ketdik. Akalar hamma mer bo'lyapman. Merni ko'rib chiqaylikchi. Mer yo'qmi buningcha. Mer ketib qolibdi qayergadir. Qilish kerak. Tushib ketmadimi? Tushib ketgan bo'lsa loy. Voy. To'lganmiz o'zi. To'liq. Tushib ketma. Xuddi bir cho'milib chiqqanday bo'lamiz, akalar. Xo'sh. Akalar, o'zingizda nima gaplar, nimalar bo'lyapti, nimalar ketyapti. Bizdan so'rasanglar yaxshi. Akalar, postlarimga ham hamma narsamga like bosinglar, iltimos sizlardan. Sizlar uchun qancha mehnat qilyapman, obuna bo'linglar, iltimos sizlardan. Keyin like'laring ham menga foyda beradi. Ko'p video chiqaryapman. Obunachilarim ko'p video chiqaryapti deymanda xursand bo'lib yangi video chiqaraman akalar. Iltimos shuning uchun like bosing. Bekorga to'liq osmaganlarni qo'yamiz. To'liq osmaganlarni endi bo'lmasam qolishi mumkin. Hozircha o't debman. Hayolim bo'lsam uni bermay qo'yadi. Nima edi? Mana somon bermay qo'yadi. Ham ko'rsatdi-ku. Qo'yaveramiz. Akalar, qishda yomon bo'ladi, lekin Minecraft uncha chiqish bo'lmaydi-ku. Nima? Qo'yamizda keyin bitta joyga ham bor qo'yishimiz kerak. Keyin akalar, keyingi videoda sizlar ko'proq like qilsalaring,
5 ta like yiqqan odam, ya'ni odam debman, 5 ta like yiqsanglar, men daraxt firmasi qilaman. Shundan keyin rivojlanishimiz ko'proq bo'ladi. Ham qo'yaylik. Yerga suvga tushib ketmagan bo'lsa. Orada yo'lda o'sganlarni olib ketamiz, mana ham to'sibdi. Ham to'sibdi aka. Xo'sh. Men qo'yilmadi. Katta kanap to'g'ri. Ham ketdik endi bu yoqqa. Bitta qilmamiz, bitta qilib ketibdi. Keyin qo'ylarimizga ovqat berishimiz kerak. Oy, asta. Xo'sh. Keyin basseyn qilamiz akalar. Ko'proq qilsa. Kommentariyada fikrlang, yozib qoldiringlar, uzr. Chiqamalang. Katta endi boshqalarga o'qib beramiz. Kelar. Bir. Voy, o'ldirib qo'ydim men uni. Voy. Nimaga? Qoch. Qoch. YouTube'dan berib olmasin. Kim yedi? Bu yemeydi mi? Kim yaptı? Kettik. Ben veriyorum. Kaçtı. İyi. Hadi o dinle. Hoş. Endi akalar, xo'sh. Videolar endi qisqa bo'ladi. Shuni yarasha tez chiqadi. Shuning uchun kuniga video chiqsa kerak akalar. Xo'sh, tezroq like bosingiz. Kutib turaman men. Hemen yo'qolib ketibdi-ku. Bo'ldi, ketdik endi aniq. Xo'sh, qo'ylardan osraman, jununoman, maestro aka desalaring hozir olamiz. Xo'sh, pista joy qo'yamizda. Xo'sh. Tezroq bo'lish kerak. Davay, olg'a. Xo'sh, ketyapti. Hoppali, unutdim. Katta qo'ylar desam. Bunlar yaxshimi? Bitlardagi butiklarni qilaman. Do'stlar, makalar bunga foydasi bor. Voy. Şunu tez bir. Yani.
Hoş görüşürüz. Kettik. Ne qildi hozir? Xo'sh, ketdik. Hoş kadar biz bir martagina Nezerga borib kelishimiz kerak. Albatta kreativ rejimida. Ketdik. Biz buni xususiy burchakka qisib kelishimiz kerak. Xo'sh, tezroq deb ovqatini biz olamiz. Biz ovqat keladi-ku. Xo'sh, endi nima qilamiz desanglar akalar, bizlar endi ovqatni pishirishimiz kerak. Endi yetib ortilib qoladi. Ya akalar, biz konga tushishimiz kerak. Mana uyimning yonida to'g'ri kon. Xo'sh akalar, nima degan? There is danger, be careful. Uyur xavfli ekan akalar. Nimayli ham mana temir boshidan. Shakalar qo'limdagi hamma narsa bilan chiqishga harakat qilaman. Ungacha keyin videoni yoqamiz sizlarga. Vaqtlaring olmay deyman. Mayli do'stlar, ko'raman. 33 ta kunlar. Bularni pishirishga qo'ysak, ko'mir ko'proq chiqadi. 33 ta ko'mirni bu yoqqa tiqamiz. Ko'mir ustiga ko'mir qo'yamiz, mayli. Xo'sh. Shu demish bola qilmaydi. Bu silik tovush qo'yganmanmi? Silik tovush qo'ygan ekanman, mayli, farqi yo'q. Voy bu. Ikkita ko'mir. Yaxshi ketdik. Kattaga jitilgan holdan xabar olamiz. Yedik bor shitda. Boqimda bo'lish kerak emas deydi. Shuni qo'yamiz, videoni tugatamiz. Mer. Hay. Uzatır. Hoş akalar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Hayır do'stlar, agarda mana shu videoga 5 ta obunachi kelsa, 5 ta obunachi debman. 5 tagina like kelsa, men videoning sizlar kommentariyaga yozgan narsalarni qilaman. Xo'sh do'stlar, video hammaga yoqdi degan umiddaman. Xayr do'stlar, hammaga xayr. Buni kuchukchamizga ism beringlar, mana kuchukchamizga. Mana kuchukchamizga beringlar. Xayr do'stlar, hammaga xayr.